Matiz avtomobillarida tormoz pasayib ketishi yoki tormoz bosganda pedal qotib qolishi muammosi juda ham ko'p uchrab turibdi. Buni bir necha sabablari bor. Siz bo'lsa videoni ko'rib turing, men sizga bu sabablarni to'liq aytib o'taman. Tormoz pedal pasayib qolishiga birinchi sababi bu jitkisida, mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin, jitkisi juda noto'g'ri holatga tushib qolgan va buni ichidagi sanniylar, bu jitkislar sanniylar titib yorib, buni havo so'rishiga sabab bo'lib, pedallaring pasayib qoladi va gilamlikni ichini kengaytirib, sanniylar umuman ushamay qoladi. Shuning uchun har 30 ming kilometrda avtomobilingizni jitkisini yangilab yurishni maslahat beraman. Tormoz pedalni qotib qolishiga ruchnoyni ligrovkasi sabab bo'ladi. Ya'ni ruchnoy ligrovkasi noto'g'ri yig'ilgan bo'lsa, ruchnoylar yaxshi ushamasa, pedallaring qotib qoladi. Tormoz pedal qotib qolishiga ikkinchi sababi bu vakuumida ham bo'ladi. Vakuumda ichida katta sanniyga bor. O'sha sanniy yirtilib qolsa ham tormoz pedallaring qotib qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, albatta profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun manfaatli video chiqarishda davom etamiz.